Assalomu alaykum do'stlar. Oramizda Ruhpo'sh 13 filmini ko'rmaganlar bo'lmasa kerak. Barchasiga hammamiz ko'rganmiz. Hammamizga ko'pchilikka yoqib tushgan film. Agar shu filmni davom etishini xohlaydiganlar bo'lsa, bu filmga hozir sponsor qidirilmoqda. Agar men sponsorlik qilaman shu film davom etsin deydiganlar bo'lsa, pastda lichkalarni qoldirib o'tib ketaman. Bemalol kirib, o'zingiz aloqaga chiqib kelishib olishingiz mumkin. Agar shu filmga sponsor topilsa, film yana davom etadi. Lekin azizlar, bu degani men filmga o'tib ketdim degani emas. Men xizmatlardaman, to'ylardaman, san'atimni faoliyatidaman hozir. Sponsor bo'lsa, homiy bo'lsa, pul tikadigan filmga pul tikadigan homiy bo'ladigan bo'lsa, birgalikda ishlashimiz mumkin. Men qanaqa qilib biznes qilishlarini o'zim o'rgataman, tushuntiraman. Ma'qul keladigan bo'lsa, birgalikda hamkorlik qilishimiz mumkin. Va katta kompaniyalarda ham taklif qilaman, chunki juda million odamlar bu filmni tomosha qiladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.